Rovat, Pishag'ar, Qonli, Archash, Volva, Sho'rcha, xullas Pishag'arni yaqinidagi hamma qishloqlarimizga ajoyib yangilik ketdik. Endilikda Bitovoy texnikani hamma turidan Pishag'arda mana magazini ochildi. Bitta pasport evaziga 1 yilga bo'lib to'lashga shunday berib yuboradi ekan. Konditsioner, kir moshina, xolodilnik, duxovka, mikrovolnovka, telefonlar, gaz plita, nimaiki maishiy texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, Pishag'arga kelaverasizlar. Pulini kelishib qolsangiz, yarim pulini berib, qolganini 1-2 oyga Vikipediyaga ham berib yuboramiz deyapti. Pastga egalarining nomerlarini qoldirib qo'yaman. Batafsil ma'lumotni bemalol aloqaga chiqib olsangiz bo'laveradi. Bu yerning manzili Pishag'arimiz sentri, katta yo'lning yoqasida joylashgan. Kelaverasizlar o'rtoqlar, mana qaranglar. Hamma narsa sizni kutib turibdi. Bitovoy texnikalarni hamma ola oladi. Undan tashqari uyingizda ozgina tok bo'lsa ham bo'ldi. Bu texnikalarimiz o'zi shunday ishlayveradi. Bu yerning manzili Jizzaxdan Zominga qarab kelishingizda, svetoforga yetmasingizdan 10 qo'lda keladi. Zomindan Jizzaxga qarab ketishingizda esa svetofordan o'tganingizdan keyin chap qo'lingizda keladi. Kelaverasizlar.